Afsuski hali ko'pchilik qanchalik ko'rgazmalar kerakligini his qilishmagan va ko'rgazmalarga shunchaki yuzaki qarashyapti shekilli. Ko'pchilik izohlarda yemni narxini tushirish kerak. Yemni narxini tushirsa, o'shanda ko'pchilik chorvachilik bilan shug'ullanishni boshlaydi deyishadi. Qo'limizdan keladigan narsani qilaylik. Yemni narxini baribir biz tushira olmaymiz. Lekin biz boshqa narsa qilishimiz mumkin. Odamlarni chorvachilik bilan shug'ullanishga jalb qilishimiz mumkin. Hozir hamma qo'lidan kelgancha kimdir Toshkentda, kimdir Buxoroda, mana yana kimdir Samarqandda ko'rgazmalar o'tkazishyapti. Lekin bunaqa bir-biriga bog'liq bo'lmagan ko'rgazmalardan biz xohlagan maqsadga erishilmaydi. Chunki ko'rgazmani o'tkazgandan keyin butun O'zbekiston bo'yicha o'tkazish kerak va butun O'zbekistonning ichida eng zo'rlarini chiqarish kerak. Biz soniga kirishdan oldin sifatini to'g'rilashimiz kerak. Agar biz sifatini to'g'rilay olsak, tasavvur qilinglar, bir yilda 45 kilo go'sht beradigan qo'chqor emas, bir yilda 80-90 kilo go'sht beradigan qo'chqorga erishsak, 2 barobar yutuq qo'lga kiritgan bo'lmaymizmi? Afsuski hozir ko'p o'zini podalariga yangi qon olib kirishmayapti va sifatni ustidan ishlashmayapti. Ana o'shaning uchun albatta ko'rgazmalar o'tkazish lozim. Toki shu ishni qilmas ekanmiz, hamma o'zini chorvasini maqtab uyda o'tiraveradi. Lekin hamma o'rtaga chiqqandan keyin bir-birini chorvasini ko'rgandan keyin o'shandagina tan olishi mumkin. O'zbekistonning viloyatlarida saralash va keyin poytaxtda yakuniy ko'rgazma o'tkazish deganda men nimani nazarda tutyapman? Tasavvur qilinglar, biz e'lon qilsak-da, O'zbekistonning hamma viloyatlarida qo'y boqadigan odamlar sekin shu ko'rgazmaga tayyorgarlik ko'rsa, yarim yil oldin, kerak bo'lsa 1 yil oldin qilingan e'lon, biza hali tayyor emas edik degan narsani olib kelmaydi. Ko'rgazmalarda yakuniy bosqichda masalan g'oliblar $1000, $2000 yutuq qo'lga kirgizsa, nahotki u odamlar qiziqtirmaydi. Har bitta viloyatda saralash bosqichida g'oliblar albatta ular ham qanaqadir sovrinlarga ega bo'ladi. Mana shunaqa ko'rgazma har yili o'tkazib turiladigan bo'lsa, odamlar sekin-sekin shu chorvachilik sohasiga kirishib, qiziqishi paydo bo'lib turib, ular ham ishtirok etishga intiladi. Bu nimaga olib keladi desa, ancha-muncha qo'shimcha sohalar rivojlanishiga olib keladi. Yem ishlab chiqaruvchilar, yemni pishiradigan, yemni maydalaydigan, yemni tayyorlaydigan kabi uskunalar ishlab chiqaruvchilar ko'payadi, ish o'rinlari ko'payadi. Albatta bu ko'rgazmalar mana ijtimoiy tarmoq orqali yoyiladi. Chet el ham bizaga qiziqishini bildirishni boshlaydi va qabul qiluvchi davlat sifatida emas, balkim kelajakda eksport qiluvchi davlatlar safiga ham kirib qolishimiz mumkin. Esingizda bo'lsa, o'tgan yili mana biz Rossiyadan, o'sha Dog'istondan qo'chqorlar olib kelganimizda o'zani aholi yaqqol shu narsani sezdiki, yo'q aka deyishdi, Qirg'izistonning qo'chqorlari ancha yaxshi ekan. Bularga qaraganda deyishdi. Ko'rdingiz, solishtirish jarayonida aniqlik kiradi. Biz hozir xonadonlarda qo'ylarni 2 oy, 3 oy, 4 oy, uzog'i bilan 6 oy boqiladigan bo'lgan. Agar bunaqa ko'rgazmalar tashkillashtirilgandan keyin eng og'ir, eng katta qo'chqor sovrinni qo'lga kiritish uchun odamlar qo'ylarni ko'proq boqishni boshlaydi. Va albatta ko'proq boqishni boshlagandan keyin unga ham ko'proq foyda olib keladi. Qo'ylarimiz ko'proq go'sht beradigan bo'ladi. 35 kilo go'sht beradigan qo'y bilan 90-100 kilo go'sht beradigan qo'y katta farqi bor-da. Yog' deydigan bo'lsanglar, Qirg'izistonning qo'chqorlari yog'i yo'q desak ham bo'ladi. Biz yana o'sha qo'y boqish madaniyatini yana qaytargan bo'lardik-da. Mana hozir ko'pchilik bu sassiq deb turib qo'y boqmay qo'ydi, natijada bizni qaram bo'lib qoldik. Qatladandir u yoqdan kelyapti, bu yoqdan kelyapti. Bu ko'rgazmalarni tashkillashtirsak, bu bizga qanaqa foyda keltirishi mumkin? Iloji bo'lsa izohlarda o'z fikringizni qoldirib ketinglar.